Xo'p, afandim. Rahmat. Qizlarga kinoga ketyapman dedim. Iye, menga yolg'onchi deganiga qaranglar. Voy, shundoq ham vijdonim qiynalib ketyapti. Bunday yashirincha uchrashib yurishimiz, bilmasam. Nima qilibdi? Shunisi yaxshiroq. 6 oydan beri Izmirga kelib ketaman. Samolyotdagi styuardessalar ham yaqinda ismimni aytib chaqiradi. Styuardessalar chiroylimi? Qizg'andingmi? Bo'lishi mumkin. Haluk, Labbay. seningcha bu biroz g'alati emasmi? Masalan, Filmlardagidek. Menga biroz g'alati tuyulyapti. Men 3 farzandi bor onaman. Ya'ni, meni noto'g'ri tushunma, lekin sen haddan ortiq mukammal insonsan. Ba'zan o'zimga nega aynan men deb savol beraman. javobini aytay. Chunki sen butun umr ko'rishni istagan tushimsan va men bu uyqudan uyg'onishni xohlamayman. Oshirib yubordim. Orada mana shunday oshirib yuborishing juda ham yaxshi bo'lardi. Menimcha o'zimni ko'proq yaxshi ko'rishim kerak.